Assalomu alaykum. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidan gapiramiz. Biz yangi video ma'lumotnoma turkumini yo'lga qo'ydik. Ushbu video ma'lumotnoma turkumida biz sizlarni korxonamizdagi ishlab chiqarish jarayonlari va qiziqarli ma'lumotlar bilan bo'lishib borishga harakat qilamiz. Ushbu bugungi videomizda sizlarni ishlab chiqarish jarayonlaridan ortgan suvlarni qanday qilib tozalash va ularni qanday qilib qayta ishlash bo'yicha video ko'rsatmani taqdim etamiz. Hayajon aka, hozir mana shu korxonamizdagi oqova suvlar tozalanishi va tozalangan oqova suvlardan ortgan yana o'sha neft qoldiqlarini qanday qilib qayta ishlanishi haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Bo'ladi. Assalomu alaykum. Xo'p, zavodimizdan chiqadigan ishlab chiqarish jarayonlaridan chiqadigan oqova suvlar Chexiyani Vabak korxonasi tomonidan qurib 2019-yilda ishga tushirilgan oqova suvlarni 3 siklda tozalaydigan tozalash inshootlari orqali o'tadi. Bu tozalash inshootlarimiz mana orqamizda turgan tozalash inshootlari. Ular asosiysi kirish, mexanik tozalash, keyinchalik kimyoviy tozalash, keyinchalik biologik tozalash orqali o'sha 1826 kilo suvni tozalash quvvatiga ega. Hozirgi kunda o'sha belgilangan maqsadda suvni tozalash sifatiga ega suvni chiqarib berish qobiliyatiga ega bo'lib ishlab turibdi. 50% suvni ishlab chiqarishga qaytarib olamiz, tozalangan suvni. Qolganini tozalangan suvni shahar kanalizatsiya tarmog'iga umumiy kollektor orqali oqiziladi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Mana bu Chexiyani Vabak texnologiyasi asosida 2019-yilda ishga tushirilgan tozalash inshootlari bo'limi. Birinchi zavodda ishlab chiqqan oqova suvlarimiz mana kirishimizga keladi. Panjara. Birinchi navbatda panjaradan o'tadi. Katta hajmdagi mexanik birikmalarni yig'ib olishga mo'ljallangan bu. Ushlab qoladi. Ketdik, keyingisiga o'tamiz. Azizlar, mana keyingi jarayonimiz qum tutish jarayoni. Bu qurilmamiz qum tutgich deyiladi. Ikkinchi jarayon mexanik tozalashda ikkinchi jarayon. Bunda kelayotgan oqova suvlar tarkibidagi qum mexanik aralashmalar cho'ktirib, mana shu qurilmamizda yig'ib olinadi. Bu keyingi jarayonimiz neft tutish hovuzlari. Batda asosan yengil va og'ir neft mahsulotlari tindirish yo'li bilan yig'ib olinadi. Hozir batda operatorlarimiz yig'ish jarayonini olib borishyapti. Yaqindan ko'rsatamiz. Mana shu mexanik jarayondan tozalangan suv keyingi bosqichga o'tadi. Yig'ib olingan neft mahsuloti rezervuarlarda tayyorlanib, qayta ishlashga boshqatdan beriladi. Bu ko'rib turgan qurilmalarning mo'ysizlantirish qurilmasi, separatsiya qurilmasi bo'lib, nafaqat O'zbekiston, balki butun O'rta Osiyoda yagona qurilma. Chexiya texnologiyasi bilan qurilgan suvlarni kimyoviy tozalash usulida tozalaydi. Mana hozir mexanik tozalash bosqichidan chiqqan suvimizga kimyoviy moddalar bilan ishlov berilyapti. Kimyoviy modda va havo yordamida ishlov beriladi bu qurilmamiz. Mana zavoddan kelgan oqova suvlar ikki bosqichli tozalashdan o'tgandan so'ng oxirgi bosqichimiz biologik usulda tozalashga o'tadi. Ko'rib turayotgan aerotenkalaringizda biologik usulda tozalash jarayoni mikroorganizmlar yordamida olib boriladi. Mana oxirgi tozalangan oqova suvlarimiz natijasini ekologik laboratoriya xodimlari tahlil uchun namuna olib, bizga chiqqan natijalar haqida ma'lumot berishadi. Biz o'sha yerda berilgan ma'lumotga qarab ishlab chiqarish jarayonini tashkillaymiz. Mana biologik tozalash jarayonining oxirgi bosqichi 5000 talikdan ikkita yo'mkisimiz shu yerda oxirgi bosqichda suv tindirilib, tozalanib, yarmi 50% qayta yana zavodda ishlab chiqarishiga qaytariladi. Qolgan 50% shahar oqova tizimiga chiqariladi, tozalangan suv. Mana tozalash jarayonining ham oxiriga yetib keldik. Oxirgi shahar oqova tizimiga chiqib ketayotgan suvimiz shu. Mana shu joydan tahlil uchun namuna olinadi. Hozir sizlarga olib ko'rsatamiz. Mana Olim aka oxirgi natijamiz ko'rishingiz mumkin. Rahmat. Guvoh bo'lganingizdek, umumiy hamma protsesslardan o'tib kelgan suv mana shu ko'rinishda tip-tiniq holatga keldi. Shu va shu kabi videolardan, ma'lumotlardan boxabar bo'lishni istasangiz, bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Sizlarga yangiliklarni ulashda davom etamiz.